Salom do'stlar, mana Uyg'on bolajon dasturi yana efirda. Yangi kun barchangizga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. Sizlar bilan men Dilshod Rustamjonova va Uyg'on bolajon ko'rsatuvi. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz bolajonlar. Salom do'stlar. Bugun 14-iyun, haftaning shanba kuni. Uyg'on bolajon boshlandi. Demak, bugun dasturimizda Yigitlar qani? ular chanqab qolishibdi. O'rnlariga men o'tirdim. Men ham endi mehmonman. Bu LLF Kids'da ko'proq gol urganim uchun berishgan. Yaxshi futbolchi bo'lish uchun ko'p mehnat qilish kerak, o'zi astoydil xohlash kerak. O'yinlaringiz oddiy bo'lmasin. Masalan, kim ko'p kashta tikish yoki bo'lmasa qo'g'irchoqga ko'ylak tikish. Qoyil. Erta tongda mana shunaqa musiqalarni eshitib, odam uyg'onib ketadi, bilasizmi? Ha, shunaqa to'g'ri. Men ham uxlab yotsam, ukam musiqa eshitadi-da, musiqa qo'yib oladi. Keyin mana o'rnidan turib ketib qolaman. Chunki odamning kayfiyati ko'tariladi, lekin uxlayotgan paytida baland musiqa qo'yish mumkin emas. Bu ham zarar. Nega zarar? Chunki quloq og'riydi-da, baribir odamning miyasiga juda ham qattiq ta'sir o'tkazadi. Undan ko'ra ertalab tongda turib, toza havoda ko'cha aylanish kerak. Men sizga bitta savol bermoqchiman. Endi siz tabiatni yaxshi ko'rasiz, bizdan ko'ra tabiatni bilasiz. O'shanga bitta savolim bor. Hop, qani, issiq kundachi odamlar ko'chaga chiqishi mumkin emas-da? Qorayadi, misol uchun, yoki tanasi qiziydi, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin issiq bo'lishiga qaramasdan gullar o'sadi, daraxtlar turaveradi. Ularga hech nima qilmaydi, qurimaydi ham. Nimaga shu sababni bilasizmi? Buni o'zgacha sababi bor. Odamlarga juda ham qattiq issiqda ko'chaga chiqish taqiqlanadi, lekin daraxtlar doimo qurimasdan odamga kislorod, havo beradi va buni o'z sabablari bor. Shu haqida lavha tayyorlaganmiz. Keling, shuni birgalikda tomosha qilamiz. Tomosha qilamiz. Men ham savolimga javob topaman. Salom do'stlar. Nima uchun yozda ko'p yurish mumkin emas, lekin daraxtlar yam-yashil bo'lib turaveradi? Bilasizmi, daraxtlar yerdan kuch oladi. Yerdagi namlik ularga issiqda turishga yordam beradi. Shuning uchun daraxtlarni tez-tez suv bilan sug'orish kerak. Biz insonlarga esa oftobda ko'p yurish mumkin emas. Kasal bo'lib qolishingiz mumkin. To'g'ri, quyosh nuri kerak. Masalan, 9:00 dan 11:00 gacha bemalol do'stlaringiz bilan ko'chada sayr qiling. Yoki bo'lmasa, 16:00 dan keyin mazza qilib, toza havoda o'ynashingiz mumkin. Qoyil. Juda ham ajoyib, Umarxon. Yigitlar qani? Ular chanqab qolishibdi. O'rnlariga men o'tirdim. Men ham endi mehmonman. Ha, tushunarli. O'zimni ko'rsatuvimda o'zim mehmonman. Lekin iloji boricha siz ancha hali shug'ullanishingiz kerak ekan. Nima deydi? Bizda eshitish qobiliyati deydi-ku, sizda hali eshitish qobiliyati rivojlanmabdi. Eshitish qobiliyati yana ham rivojlansa, ana o'shanda chiroyli musiqalar yaratasiz. Ungacha joyingizga o'tirishingiz mumkin, chunki bizda ajoyib mehmon bor. Qani o'tirib oling. Mehmon. Futbolga qiziqasizmi? Futbol menga qiziqsa, Nima uchun? endi qiziqaman. Hozir bolajonlarga hamda kattalarga qiziq bo'lgan mehmonimizni davraga taklif qilsak nima deysiz? Kesinlar. Unday bo'lsa, mehmonimizni kutib olamiz. 2025-yil Oltin to'p sohibi Xochakbarov Muhammadali. Qarsaklar bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Biz sizni taklif qildik, siz esa yo'q demadingiz. Shunga katta rahmat. Oho! deydiganchalik. Muhammadali, xush kelibsiz. Rahmat. Futbol o'ynash qiyinmi? Yo'q. Nimasi oson?
Futbolni nimasi oson? Qiyinlikka hamma kasb o'ziga yarasha qiyin. Oson taraflarini bizga sanab bering. Sizlarga hop oson bo'lishi uchun ko'proq trenirovka qilsanglar, uyda Trenirovka mashg'ulot, to'g'rimi? ha, ko'proq mashg'ulot qilsanglar, o'shanda yaxshi bo'lasizlar, keyin sizlarga ham oson bo'lib tuyuladi. Barakalla. Qarang, siz hozir nima desa bo'ladi? Hujumda o'ynaysizmi yoki o'rtada, Himoyada. himoyada? Men hujumchiman. Barakalla. Qiyinmi? Oson. Hujumchi bo'lish qiyinmi? Hujumchi bo'lish Xo'sh. ko'proq mashg'ulot qilsanglar, o'shanda yaxshi bo'lib, hujumchi mendek o'tib olasizlar-da. Mana bitta o'rtog'im bor, esimga tushib ketdi. Xuddi shu Lokomotivda o'ynaydi u ham. U himoyachi, lekin shunaqa qattiq o'ynaydi. O'zim qo'rqaman. To'g'risini aytaman, qo'rqaman. Endi bularni o'ylayman, hujumchi bo'lsa qanaqa bo'ladi? U katta o'yin-ku. Menimcha hayajon bo'lsa kerak, qoyil. Futbolchilarning asosiy vazifasi nima? Nimalarni ular bilishi kerak? Muhammad Ali? Agar siz hujumchi bo'lsangiz, tezlik kerak. Agar himoyachi bo'lsangiz, himoya qilishingiz kerak. Ya'ni himoyani kuchaytirish kerak. Himoya qilishni, sezgirlikni kuchaytirish kerak, to'g'rimi? Agar darvozabon bo'lsangiz, kaptonni o'tkazib olishingiz kerak emas. Tushunarli. Haqiqiy darvozabon eng bo'yi kattasi 2 metr, 2,5 metr bo'lishi kerak ekan. Kattalarniki, kichkinalarniki necha metr bo'lishi kerak? Muhammad Ali? Kichkinalarniki Ularni o'z yoshi bo'ladi-da. Mana men eshitganman 2014-yilgi bolajonlar o'ynayapti. 2015-yil raqib bolajonlar o'ynayapti. Shunaqa deyshadi-da. Shu kichkina bolajonlarniki necha metr bo'lishi kerak? unisini murabbiyim biladi. Keyingi safar so'rab keling-da. Keyin darvozabon bo'lish uchun tezlik kerak ekan. Yo'q. Tezlik kerak bo'lar ekan. Yo'q, Qopda kelsa sezgirlik. Ha, sezgirlik. Qopda kelsa tez qaytarish kerak ekan. Tezlik mana bularga kerak. Siz hujumchisiz, to'g'rimi? Sezgirlik kerak. Ya'ni hozir mana shunaqa hujumchi qaysi tarafga qoptokni otishni kutib turadi va ana o'sha narsani sezib himoya qiladi. Otiladi-da. Ana shunaqa. Endi Muhammad Ali, siz o'z yutuqlaringiz, mana medallaringiz, unvonlaringizni tanishtirib o'tsangiz. Mana bunisidan boshlaylik. Ma'lumki bu oltin kubok, to'g'rimi? Oltin to'p. Oltin to'p. Buni Qirg'izistonda, Issiqko'lda olganman. Buni necha bo'lganda buni olgansiz? Finalda 2-1 bo'lganda. Sizlar gol urgansizlar, to'g'rimi? Ha. Qoyil. Barakalla. Buchi. Mana. Bumi? Bu LLF Kids'da ko'proq gol urganim uchun berishgan. Ha, nechta gol urgansiz shunda? Shundami? 5 ta, 6 ta. Voy, shunaqa ko'p gol urgansiz. Ha, uning uchun ko'proq harakat qilish kerak. Mana bunisini Do'stlik Cup turnirida olganman. Unda 3-o'rinni oluvdik. Ha. Qozon komandasiga yutqizuvdik. Qayrat degan o'shanda menga berishgan. Ha, yutqizgansizlar, lekin undan oldin ham yutgansizlar, oxirgisida yutqizib qo'yib, shuning uchun 3-o'rinni sizlarga berishgan. Finalda. Yutkazib qo'yganingizda xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, agar finalda yutqizib qo'ysak, xafa bo'lamiz-da. Ha, to'g'ri, shuncha harakat qilib yutib turib, oxiriga yutqizib qo'ysa, bu alam qiladi. Bunisi-chi? Buni LLF Kids'da tug'ilgan kunimda finalda yutib olganman. Barakalla. Ana, tug'ilgan kun qo'shaloq bayram bo'lgan ekan, to'g'rimi? Jamoangiz yutadi-ku? U kuboklarni siz o'zingiz sizga berishadimi? Sizda turadimi kuboklar? Yo'q. Bir kunda hammamiz galma-galdan olib kelamiz-da bitta kubokka. Bir kun turadi uyimizda kubok. Keyin Lokomotiv muzeyiga qo'yamiz yaqinda. O'sha hamma kuboklarni. Qo'yib. Qarang, Muhammad Ali ikki xil futbol o'ynash jarayonini ko'rganman. Ya'ni ular bir-biridan farqlanadi nimada? Maydonda. Bittasi katta maydonda o'ynansa, bittasi kichkina maydonda o'ynanadi. Lekin ikkalasi ham ikki xil futbol turi hisoblanadi. O'shalarning nomi bilan va farqini aytib bering. O'zimizga katta futbolda unda shunaqa ko'p o'yinchilar bo'ladi. Siz aytayotgan kichkina maydon futzal deyiladi. Unda kam odamlar, keyin kichkinalar ham o'ynaydi-da. Ular necha o'ynashadi? Ya'ni nechta o'yinchi bo'ladi?
Uni murabbiyim biladi, men ham bilmayman. Keyingi safar so'rab keling, xo'p? Bu chunki bolajonlarimizga ham juda qiziq. Ularga qiziq bo'lgan savollarni biz berishimiz va siz javob berishingiz shart. Bolajonlar, ko'ryapsizlarmi, futbolda qanday yangiliklar va qanday qiziqarli voqealar juda ham ko'p bo'ladi. Hozir biz ham futbol haqida qiziqarli lavha tayyorlaganmiz. Kelinglar shularni birgalikda ko'ramiz. Kelinglar, undan avval Muhammad Ali bilan alohida xayrlashib olishimiz kerak. To'g'ri, vaqt ham chegaralangan. Muhammad Ali sizga katta rahmat. Bundan-da katta yutuqlarga erishing. Futbol kuboklarini oling. O'zbekiston jahon chempionatlariga chiqish sizga nasib qilsin. Kelganingiz uchun sizga katta rahmat. Chaqirganingiz uchun rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Marhamat, ana endi lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Salom do'stlar, bugun futbol haqida gaplashamiz. Bolalar necha yoshdan futbol o'ynaydi? Ba'zilar 6-7 yoshdan deyishadi. Bu noto'g'ri. 3 yoshdan ham futbol o'ynasa bo'ladi. To'g'ri, biroz kichkina bo'lishadi, lekin o'rgatsa zo'r o'ynashadi. Siz ham futbolni yoqtirasizmi? Bugunoq borib, o'zingizga yaqin joylashgan futbol zaliga boring. Mazza qilib futbol o'ynang. Salom do'stlar, futbol haqida bilasizmi? Bilmasangiz men hozir aytib beraman. Fut oyoq, bol esa to'p degani. Ya'ni oyoq bilan to'p o'ynash. O'yindan maqsad to'pni darvozaga kiritish. Bunga har bir jamoadagi darvozabon xalaqit berishga intiladi. Lekin hujumchilar to'p kiritishga harakat qilishadi. To'pni qo'l bilan ushlash mumkin emas. Bilasizmi, har bir jamoani 10 ta o'yinchi va bitta darvozabon tashkil etadi. Alohida futbol o'yini match deb ataladi. Har biri 45 daqiqada davom etuvchi taymlardan iborat bo'ladi. Birinchi va ikkinchi taymlar orasida jamoalar o'rin almashadi. Salom do'stlar, futbol haqidagi ma'lumotlarni aytishda davom etamiz. Bilasizmi, odatda futbol turburchak shakldagi maydonda o'ynaladi. To'p uchun kurashda chalib yiqitish, raqibga zarba berish, kuch ishlatishlar taqiqlanadi. Odatda futbolchi oyoq bilan to'pni egallaydi. Yaxshi futbolchi bo'lish uchun ko'p mehnat qilish kerak, o'zi astoydil xohlash kerak. O'yinni yutish uchun esa qoidalarga amal qilish kerak. Futbol haqidagi ma'lumotlarim shular edi. Qoyil. Ajoyib. Bolajonlar juda ham chiroyli musiqalar bizga chalib berishyapti. Menga juda ham yoqyapti. Sizga-chi Umarxon yoqyaptimi? Ha, yoqyapti. Nega yoqmaydi? Buni disda hamma bolalar uyg'onib ketadi. Qarang, Umarxon bir xillari siz ovozingiz baland bo'ladi-da, pasayib ketib qoladi. Bu nima uchun bunaqa sizda bir energiya baland bo'lib, keyin energiyasi tushib ketadimi? Endi bu misol uchun uyqudan turasiz, uyqudan turgandan keyin tushuntirib beray. Uyqudan a'lo kayfiyatda buni eshitib turasiz, uxlab ketib qolasiz. Nima uchun? Bilmayman, lekin menda shunaqa. Demak, hamma bolajonlarda hozir shunaqa bo'ladimi? Ha, men shunaqa bo'ladi, chunki meni ukam, o'zim, men shunaqa, o'rtoqlarim. Yo'q, menimcha faqat siz shunaqasiz. Qolgan bolajonlar esa uyg'on bolajonning musiqalarini tinglashi bilan, uni eshitishi bilan uyg'onib, a'lo kayfiyatda kun davomlarini yaxshi o'tkazishadi. Kun tartiblarini yaxshi o'tkazishadi va hech qanaqasiga uxlab qolishmaydi. Qarang, sizni hozir uxlab qoladigan kayfiyatingizni yana ham ko'tarishga harakat qilib qolaman. Esizdami? Sizga tezaytishlar aytgandim. Ha, 5 musbarkash, 5 musbarkashning ichida 5500 musbarkash. Ana endi Zarifadan so'rayman. Qani aytib beringchi, ana o'sha o'rgatgan tezaytishmi? 5 musbarkash, 5 muskarbash, muskarba, musbarkash. musbarkash. Barakalla.
5 misbarkashning ichida 5 misbarkashning ichida o'rganmabsiz-a? kim ekanadi? Uyda tayyorlanib keling, keyingi safar albatta so'rayman. Yana ham tez aytish, qiyinrog'ini beraman. Esingizda qolsa bo'ldi, xo'p? Umarxon, siz ham. Tomda ikkita dumi kalta kalkalhat. Birining dumi oq dumli kalta kalkalhat, birining dumi qora dumli kalta kalkalhat. Oq dumli kalta kalkalhat, qora dumli kalta kalkalhatga xalaqit berib turibdimi? Qora dumli kalta kalkalhat, oq dumli kalta kalkalhatga xalaqit berib turibdimi? Menimcha ikkinchisi xalaqit berib turibdi-yu. Tushundingizmi tez aytishni? Bu tez aytishmidi? Albatta. Ertak deb o'ylayapman-ku. Yo, bu shunaqa uzun tez aytish. Qani birga takrorlab ko'ramiz. Tomda ikkita dumi kalta kalkalhat. Qani? Bu qanaqa hayvon? Hayvon bu nima bu? Kalkalhat. Qush. Tomda ikkita dumi kalta kalkalhat. Qani qaytaringchi? Tomda dumi kalta. Tomda ikkita. Tomda ikkita dumi kalta kalkalhat. Birining dumi oq dumli kalta kalkalhat, birining dumi qora dumli kalta kalkalhat. Boshdan qaytaring. Birining dumi oq dumli kalta kalkalhat, birining dumi qora dumli kalta kalkalhat. Umr uzoq bo'lsin. Boshqa bundoq o'rtancha tez ayting, uzun. Mayli. Bir top tut tagida bir top turib. Bir top tutning tomiri, bir top turibning tomirini turtib turibdimi? Bir top turibning tomiri, bir top tutning tomirini turtib turibdimi? Bir tut tagidagi bir tut turibdimi? Bir tut turib, uyalmaydi. Mamnaqa bo'lib ketdi-ku, Umarxon. Tayyorlanib keling. Tez aytishlar bizga nima uchun kerak bolajonlar? Ko'pchilik bolajonlarni o'sayotgan davrlarida tishlari bo'lmaydi. Ana o'sha paytda qaysidir harflarni ayta olishmaydi. Bir xilgilari tishi to'liq chiqqandan keyin ayta olmaydi. Ana o'shaning uchun bolajonlar artikulatsiya mashqlarini ko'proq qilib, mana shunaqa tez aytishlarni ko'proq aytib tursangiz, albatta gapirayotgan harflaringiz ham, so'zlaringiz ham tiniq chiqadi. Bu tez aytishlar bolajonlarni gapirish hamda mana shu jah qimirlash qobiliyatini yaxshi rivojlantirib beradi. Bilasizmi Dilshod, biz sizgacha tez aytishni hech kim yeta olmaydi. Bilasizmi shuni? Yo'q, albatta bizni San'at va madaniyat institutida o'qigan talabalar barchasi bu tez aytishlarni juda yaxshi va maromiga yetkazib aytishadi. Ha, Bu degani kelajakda sizlar ham oliygohlarga kirsangiz, bu yo'nalish albatta hamma oliygohlarda o'rgatilmaydi. O'zinglar uchun tez aytishlar aytib turishinglar kerak. ha, Dilshod opa, Labay. men sizni hozir qoya qoldirmoqchiman. Qanday qilib? Matematikani yaxshi bilasizmi? Voy, karra ko'paytirish jadvalini bilmayman. Ya, unchalik oson emas. Endi bir xonali, ikki xonali sol. Keling, Umarxon, shu suhbatimizni bolajonlar qachon bular shu suhbatini tugatadiki va biz multfilm tomosha qilamiz deb kutib o'tirishibdi. Shu suhbatimizni multfilm tomosha qilib bo'lganimizdan so'ng davom ettirsak nima deysiz? Marhamat. Unday bo'lsa bolajonlar ekran qarshisiga yaqinroq kelinglar. Sizlarni multfilm kutib oladi. Dilshod opa, unda suhbatimni davom ettiraman. Yaxshilab eshiting. Bitta avtobus Xo'sh. birinchi bekatga boribdi-da, unga 4 ta odam chiqibdi. Xo'p. Ikkinchi bekatga boribdi-da, 6 ta odam chiqib turib, 2 ta odam tushibdi. Aha. Hisobladingizmi? Ha. Endi 3-bekatga boribdi-da, 3-bekatga borganda 10 ta odam chiqibdi-da, 4 ta odam yana qaytib tushib ketdi. 4-bekatga borganda, keyingi bekatga yana borganda 10 ta odam tushib, 12 ta odam chiqibdi. Xo'p. Ana endi keyingi bekatga borganda 20 ta odam yana chiqqanda 2 ta odam qaytib tushib ketgan. Aha. Aha. To'g'rimi? Xo'p. Keyingi bekat Ichingizdan to'qiyotgandek tuyulyapti. yo'q. Keyingi bekatga borganda 2 ta odam tushgan va bitta odam chiqqan. Endi sizga savol. Aha. Yaxshilab eshiting. Avtobus qancha bekatga borgan? Voy! Yo'q. Hozir to'g'ri 6 ta bekatga bordi. To'g'ri. Ana. Menga akam shu savolni berganda men qotib qolganman. Iya degan. Men ham sanab chiqayotgandim. Bekatga qilganlar. Meni umrim davomida to'g'risini aytsam, qoyil qoldirib bilgan shu bolakay bo'lyapti, bolajonlar.
Men boshqa narsani nazarda tutsam, boshqa narsaga savol berdi. Bu degani diqqatni ham o'z joyiga qo'ya bilish kerak. Bilasizmi, Umarxon, mana ta'tilga chiqdingiz. Maktab tugadi. Ta'tilda nimalar bilan o'zingizni band qilmoqchisiz? Ta'tilda endi katta bo'lib bo'ldim. Xo'sh, keyinchi? Ishlamoqchiman. Nima ish qilyapsiz? Endi uyda o'zim kompot, muzdek kompot tayyorlab sotyapman. Rostdan. Keling. Barakalla, tijoratchi bo'lib ketibsiz. Tadbirkor deydimi? Ha, tadbirkor bo'lib ketibsiz. Zarifa, siz esa nima qilmoqchisiz? Men xitoy tilini o'rganmoqchiman. Barakalla. Ni hao. Nima shunda siz Xitoyga bormoqchimisiz? Ha. Sarguzashtlarni yaxshi ko'rasizmi? Dilshod opa, barchamizniki so'radingiz, to'g'rimi? Ta'tilda nima qilishimizni. Endi keling, birgalikda do'stlarimiz nima qilayotgan ta'tilda bilib olsak. Mayli, roziman. Marhamat. Marhamat. Salom do'stlar, bilasizmi, yozgi ta'til bizga kuchlarni qayta tiklash uchun va dam olib olishimiz uchun ajoyib imkoniyat yaratadi. Shuning uchun bu davrdan unumli foydalanish kerak. Masalan, ta'tilda reja tuzib oling. Kuningizni qanday o'tkazishni bilish bu juda ham muhim. Masalan, 8:00 da nonushta va 9:00 da velosipedda yoki bo'lmasam piyoda sayr qilish. 10:00 da televizor tomosha qilish. 11:00 dan 13:00 gacha esa kitob o'qish kerak. Shunga o'xshab kun tartibini yoki bo'lmasam haftalik rejani oldindan tuzing. Keraksiz narsalarga chalg'ishga va zerikishga vaqt bo'lmaydi. Vaqtingizni telefon o'ynab umuman o'tkazmang. O'zingiz yoqtirgan ish bilan shug'ullaning. Yana shunga o'xshash kerakli ma'lumotlarni do'stlarim hozir davom ettirishadi. Salom do'stlar, bilasizmi? Yozda vaqtimizni qiziqarli o'tkazish uchun bolalar oromgohi zo'r joy. U yerda mazza qilib o'yin o'ynaladi. Do'stlar bilan suhbatlashasiz. Eng muhim o'zingiz yoqtirgan mashg'ulotlar bilan shug'ullanasiz. Aziz do'stlar, oromgohga borganingizda ham uni o'z qonun qoidasi bor. Kattalarning aytganini qilish kerak. Barcha ishlarni bajarish kerak. Do'stlar bilan janjallashish kerak emas va albatta ota-onangizga maktub yozish kerak. Bundan tashqari yozni maroqli o'tkazish uchun o'zingiz xohlagan ertak kitoblardan bir nechtasini o'qing va albatta kayfiyatingizni a'lo darajada qiling. Yozgi ta'tilda vaqtini qanday o'tkazishni bilmayotgan dugonalarimga ajoyib maslahat. Oshxonaga kiring, yoqtirgan narsangizni pishiring. Agar qo'lingizdan kelmasa, oyingizdan yoki kattalardan yordam so'rang. Hozir o'rganishni oson usullari bor. Agarda ko'proq narsalarni pishirishni xohlasangiz, maxsus kurslarga boring. 3 oy yozdagi ta'tilingiz sizga foyda bo'ladi. Mazali taomlar pishirib, ota-onangizni xursand qilasiz. Barcha ishlarni qilib bo'lib, uyingizdagi hammani xursand qilib, qorningizni to'yg'azib, dugonangiz bilan qiziqarli o'yinlar o'ynang. O'yinlaringiz oddiy bo'lmasin. Masalan, kim ko'p kashta tikish yoki bo'lmasa qo'g'irchoqga ko'ylak tikish. Ana shunday vaqtingizni o'tkazsangiz, ham foydali bo'ladi, ham zerikmaysiz. Sizlar bilan Aziza bo'ldi. Bolajonlar hamda onajonlar, biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Shuning uchun biz sizlar bilan xayrlashmaymiz, ko'rishguncha demoqchimiz. Do'stlar, Bolajon telekanalining rasmiy kanallariga a'zo bo'ling. Ya'ni Telegram, Instagram, YouTube kanallariga. Kun davomida sizlarga a'lo kayfiyat tilab qolaman. Vaqtingizni maroqli o'tkazing. Uyg'on Bolajonda yana ko'rishguncha Xayr!